Oy, Sanjik Dilavoy, Dilavoy. Любой temada gaplashamiz. Sekin-sekin движение bo'lyapti. Qani bostu davrda soqqali gaplar. Obba yana telefon ushlab olganini qarab qo'liga. Yig'ishtiray telefoningni, ko'rsatuvni boshlashimiz kerak, Otaveraman shu telefoningni, boru. Shang'illama. Keling bu yerga. Marhamat. Qara kim keldi? Voy! Mangami? Qanaqa sanga? Mehmon bu. Ko'rsatuvimizga taklif qilganmiz. Hayotingda o'zi bitta narsa ko'tarib kelmagansan, bilasanmi? Sendan u narsa chiqarmadi o'zi. Xuddi sen shediriysan, hammaga narsa berasan. Noli bo'lgan bo'lsa ham boshlaymiz. Tayyormi? Kameraman top, nachilik. Assalomu alaykum. Sanjik Dilavoy, любой temada gaplashamiz ko'rsatuvi yana efirda. Bugun bizning mehmon o'sha qiz kelibdi. Kim o'sha qiz? Qayerdan bilaman men o'sha qizni? Ana tekstga qara yozib qo'ygan kimligini. Xullas o'rtoqlar, bizga to'g'ri yashashni o'rgatadigan Nigoraxon kelibdilar. Nigoraxon, yonimda bo'lib bersiz, butun umr to'g'ri yashayman. O'zingni bosib olgin, normal intervyu qilgan. Shuncha odam kuzatyapti bizani. To'g'ri tanishdi. Xullas, o'z kasbi bilan hamma yoni portlatib yuborgan. Nigoraxon portlatib yuborgan, porlayotgan. Tiqilavermas endi, bori tiqilavermas endi. To'g'ri yozmaysanmi bo'lmasa? Xullas, o'sha qiz kelibdi bizga. Salom bolalar, taklifinglar uchun katta rahmat. O'zlarini tomosha qilib bo'ldik. Endi kasblarini eshitamiz. Men boshligingni ko'rsatasan, Qanaqa odamsan, Normal intervyu qilgan? Kasblar haqida so'ra. Gapiring. Mani yo'nalishim lifestyle. Ertalabdan soat 6 da turaman. Keyin badan tarbiya bilan shug'ullanaman. Это значит зарядка, fizaryadka. Keyin yoga bilan shug'ullanaman. O, ana. Undan keyin здоровый питание, muvozanatni saqlash uchun to'g'ri pitание qilaman. Bu darmayetku bu. Nigoraxon, jaydarroq qilib gaplashmasangiz boru, buni tushuntirmasangiz, bu xomkallasi bunaqa gaplarni tushunmaydi. O'zing eshityapsanmi? Ertalab 6 da turar ekan. Qanaqa u hayot? Men endi uyga kelaman 6 da. Sen shunaqasan. Sen bilan bularning osmon bilan yercha farqlari bor. Bir xilmiz. U ham odam, men ham odam. Nima farqimiz bor? O'zing o'ylab ko'r. Endi kayt tarqab, endi kirib kelayotgan bo'laman u paytda. Endi o'qilayman. Sandakalar shunaqa bo'ladi. Normal odam ertalab turadi. Masalan, menga yoqdi. Davom eting. Xullas, nonushtadan keyin suzishga boraman. Suzishdan kelib, ozgincha kitob o'qiyman. Undan keyin parkka, toza havoga sayrga chiqaman. Keyin albatta robot emasmiz-ku, ozgincha dam olaman. Eshityapsanmi? G'ir darmayet bu. Bunday ko'ring. Ishlasangiz bo'lmaydimi? Faqat yeb ichib yotmasdan. O'zing darmayetsan, Hammani o'zingga o'xshab turmagan. Qanaqa tushunish kerak buni? Bilasanmi kim bu? Hozir miyam ko'rib qol. Bilasanmi kim? Kim? Kimmidir ikkinchi xotin. Kimdir spansirik qiladi, o'shanga yashab bersa bo'ldi. Nima deganingiz bu? Uyalmaysizmi bunaqa gaplar gapirishga, bilmay turib odammi? O'zingiz yeb ichib yotishga ishlamasdan uyalmaysizmi? Ishlasangiz bo'lmaydimi? Ayol kishi bilan shunaqa gaplashadimi? Hurmatlarni qilib gaplashsang-chi, mehmonlar. O'zing eshityapsanmi? Ishlamas ekan, faqat yeb ichib yashab bersa bo'ldi ekan. Chiqib kira qilsin xachabi. Turmagin, Bular shuni orqasidan pul ishlayotganlar. Sog'lom hayot tarzi loyihasini asoschisi. Odamlarni to'g'ri yashashga o'rgatar ekanlar. Nimasi yomon? Mashka. Mashabonu. Laqabskoy deyman. Inson mashka. 1,5 mingta odamni to'g'ri yo'lga solibdilar shu kungacha. 1,5 mingta. Voy, 1,5 mingta odam uxlatganmisiz? Kursingiz pulmi? Qarang. Bir oylik kursimizni $350. Nima dedim? Praysimizda belgilangan narx. Siz oxirgacha eshiting. Yana marafon qo'yganmiz. Misol uchun bitta odam olib keling. Har bitta olib kelgan odamingiz uchun men $100 dan pul beraman. Serios. Endi bilasizmi Nigoraxon? Bo'ldi, mana o'zgardi, ko'rdingizmi? Значит, Kanada sizga yopishib oladi bu odam. Ehtiyot bo'ling. Yo'qol suvga chiqib ket. Sizdan gaplashaveramiz. Biznes zo'r. Pochkani tayyorlab qo'yavering. 1000 ta odam yes. O'rtoqlar taksi yatmi? Mana движение. Bor o'shancha odammi, keyin pochka to'g'risida gaplashasiz.
Voy, Nima sirazi gryaz. puldan gapirasan? Voy, gryaz, ko'rolmaydi meni boyib ketishimni. Ko'rdingizmi? Hozir 5000 bering. Men 1000 ta odamni olib boraman. Oxirida 5000 olaman. Nemetskiy rashotga ishlaydigan bolalarmiz. Bilamiz qanaqa nemetskiy rashod bilan ishlaysan. qarang, men sizni tushundim. Men sizni tushundim. Odam olib keldingiz, bu bilan ish bitmaydi. Ozgincha qorningiz bor ekan, ko'rib turibman. Odamlarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Hozirgi paytda odamlar yolg'onga ishonmaydi. To'ppa-to'g'ri. Rezultat qilib bersangiz, sizga taklifim bor. 1 oylik marafon kursimga qatnashasiz. Bu demak, 1 oylik kursga to'laysiz $350. Effekt ko'rganimizdan keyin qolgan 2 oyi sizga tekin. O'zi boshida bildim ne bor. Mashkaligini boshida bildim, sen yonini olding. Sen yonini. Nima basharasini ko'ryapsizmi? Mana asl basharasi mana shu. 1 tiyinga qimmat yo'nalish. Mana sizdan to'q yo'ri mana ko'rdingizmi asabiylashadi. Menga qarang, nima qilyapsizlar sizlar bu yerda o'zi? Nimaga chaqirdinglar meni? O'yin qilib tashlayapsizlarmi? Siz menga qarang, qanaqa odamsiz? Ahvolingizni qarang. Sizga marafon nariroq tursin, sizga даже doktorlar ham yordam bera olmaydi. Qorningiz ahvolini qarang. Batut bo'lib yotibsiz. Sochingiz ertadan keyin kal bo'lib to'kiladi. Bemalol sirpanchi uchsa bo'ladi. Yo'qol. Sizgachi doktor уже yordam bermaydi. Sizga человеческий maslahatim, o'zingizga yaxshi psixolog oling. O'sha sizni davolasin. Ko'rsatuvinglar boshingizdan qolsin. Meni umuman chaqirmanglar. Nigoraxon, Qo'ying. kerakmidi senga shuncha gap? Normal intervyu qilsang bo'lardi-yu. Nima deganini eshityapsanmi? Mashka-pashka deysan? Mashka, nima deganini eshityapsan? Psixolog kerak deyapti menga. Menga psixolog kerak emas. Tushundingmi? Asabimni o'ynamalaring meni. Mana psixologim. Mana doktorim. Qidini qara. Voy. Adini davolaman. Mana cho'tki bo'lib qolaman bu bilan. Bo'ldi, davay, hamma bilan xayrlash. Ko'rsatuvni yakunlaymiz. Asabim buzildi. Sen mana shunaqa mehmonlar chaqir. Alo? 9-xona bo'shmi? Relax. Ishdan borasan? Bormayman. Men Nigoraxonni kuzatib qo'yay. Nigoraxon, to'xta, hozir. Bitta o'zimman. Kelyapman. Xo'p. Ana o'rtoqlar, mana sog'lom hayot tarzi. Mana shunaqa yashash kerak. Mazza bo'ladi, sog' bo'lasizlar.